Butun koinot Allohning izmida bo'ldi, hattoki nafas ham uning nazmida bo'ldi. Atangning atang mushtdek joni bilan ba'zilar namozni tark etib zulmida bo'ldi. Ko'z ochib yumguncha hayot tugashi bor. Kim haqni tanisa uning quchog'i yor. Ammo ko'ngli qora, nafsin sig'dira olmas. O'sha inson yo'ldan adashib o'zi xor. Adolat degasi u bizdan uzoq emas. Yaxshi bilan yomon bir emas, teng emas. Har kun berilgan nafas bu bir ne'matdir. Biroq beparvo ko'ngil bilmas, eslamas. Ko'r yo'ling qayoqqa, zahmatli dunyo faqat imtihon sahnaga. Bu yurtda har qadam savolu javob, qilgan har amaling yozilar sahifaga. Qiyomat soati pinhon lekin haqiqat, undan qocholmas hech bir qudrat saltanat. Bir sajda qimmatli bo'lur ming dunyodan, o'ylagin kech bo'lmasdan. Top haqiqat, top haqiqat. Zamon aldov bilan to'ldi qalblar zanglagan. Haqqi yo'q g'azabga, ammo ko'ngil gangigan. Qur'on ochilmagan, chang bosgan sahifa, ammo TikTokdan soatlab ko'z uzmagan. Azon yangraganda yurak nega jim bo'lur? Toki ko'ngil uyg'onmas, so'ng najot kech bo'lur. Bir lahza fikr et, kim berdi bu hayotni? Shubhasiz dargohiga qaytish ham bor. Ulug' zotni